Hurmatli abituriyentlar, bugun mana velosipedga tushgan bitta masalani ko'ramiz. Masala shartida e'tibor bersangiz, mana shu genotip berilib turib, B va D genlari chaladan bilsinlar. Demak, B chala hamda D genimiz ham chaladan bilsinlar. Endi bundagi genotip fenotip sinflar soni topishning oson usuli har birini alohida nima qilishimiz kerak? Chachishtirishimiz kerak. Ya'ni e'tibor bering, agar biz katta A'larni bir-biriga chachishtirsak, bu yerda birinchi biz genotip sinflarni topaylik. Ya'ni genotip sinflar necha xil bo'ladi? 3 xil bo'ladi. Demak, xo'p, 3 ko'paytiruv. Endi ikkinchi belgimiz bizda katta bir chala. Bunda ham baribir genotip sinflar 3 xil. Endi mana bunda faqatgina bitta, mana bu D ham bizda nima edi? Chala. Shuning uchun bu ham 3 va bunda ham baribir genotip sinflar 2 bo'ladi. Demak, e'tibor bering, bizda mana shu holatda 3 ga 3 9, 9 ga 1 9, 9 ga 3 27, 23 bo'lsa, demak 81 xil demak genotipik sinf. Endi fenotipik sinfni ko'ramiz, o'quvchilar. Fenotipga e'tibor bering, buni chachishtirganimiz 2 xil. To'g'rimi? Endi mana bu yerda katta bir chala bo'lganligi uchun 1 2 1 bo'lib 3 xil. Mana bu endi o'zi 1 xil. Mana bu D-da ham demak 3 xil va bunda yana 2 xil. 2 ga 3 6, 6 ga ko'paytirsak 6, 6 ga 3 18, 18 ga ko'paytirsak demak 36 xil fenotipik sinf. Demak, mana shunday oson usulda topish mumkin edi.